Tabiiy savol tug'iladi. Nega ayrim yosh organizmlarda 30 yosh, 40 yosh bo'lishiga qaramasdan hayoti davomida bir necha marta infarkt, insult holatlarini boshidan o'tkazgan bo'ladi. Ba'zi insonlarda esa ulug' yoshga bo'lishiga qaramasdan 70 yosh, 80 yosh bo'lishiga qaramasdan ularda biron marta infarkt, insult holatlari kuzatilmagan. Bu jarayonlarning barchasini ularning turmush tarzi, sport bilan shug'ullanishi, sog'lom turmush tarziga amal qilishi, ovqatlanish kabi holatlari bilan tushuntirib bo'lmaydi. Bu holatda bizga genetika yordamga keladi. Bu hodisani bir bemorimiz misolida tushuntirib o'taman. Yaqinda bizga 38 yoshli bemorimiz vaqti bilan qon bosimining ko'tarilib turishi, bosh og'rig'i, bosh aylanish kabi shikoyatlar bilan murojaat qilib keldi. Biz ularni demak tekshiruvlardan o'tkazdik. Shu jumladan bo'yin tomirlari Doppler tekshiruvi o'tkazilganda bo'yin tomirlari bosh miyaga boradigan tomirlarda juda katta qismlarida torayishlar, qon tomirlar ichki qismi torayib ketishlari, stenozlari aniqlandi. Bu tekshiruvda yanada ishonchli tasdiqlash maqsadida MSKT angiografiya tekshiruvidan o'tkazganimizda ham ushbu ma'lumotlar demak tasdiqlandi. Bo'yin tomirlari bosh miyaga kirib boradigan tomirlarda 80-90%, ayrim joylarda esa yopilib qolish darajasigacha torayish holatlari kuzatilgan. Tomirlardagi ushbu o'zgarishlarga, bekilib qolishlarga olib kelgan jarayon bu ateroskleroz hisoblanadi. Aterosklerozning materiali esa xolesterinlar. Hozirgi kunda mavjud o'rganilgan xolesterinlar ichidagi eng agressiv turi bu lipoprotein A hisoblanadi. Ushbu turdagi xolesterin tomirlarda ichki qavatini tez shikastlanishiga, u joyda ateroskleroz jarayonlarining tez kechishiga va erta infarkt, insult bo'lishiga olib keladi. Hozirgi zamonaviy klinik tavsiyalar bo'yicha inson hayoti davomida kamida bir marta ushbu tekshiruvni topshirishi zarur hisoblanadi. Xolesterinda ushbu turi nasldan naslga o'tadi. Quyidagi jadval bo'yicha lipoprotein A ning miqdori agar 30 dan kam bo'ladigan bo'lsa, demak siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Bu yomon turdagi, agressiv turdagi xolesterin sizga nasldan naslga o'tmagan hisoblanadi. Agarda uni miqdori 50 dan yuqori chiqadigan bo'lsa, demak siz bu qizil chiziqdan o'tgan hisoblanadi va bu sizga nasldan naslga o'tgan deb baholanadi. Ushbu bemorimizda ham lipoprotein A miqdorini tekshirib ko'rganimizda uni 50 dan yuqori ekanligi aniqlandi. Ushbu turdagi xolesterinda yana nasliy xarakterga ega ekanligini ishonch hosil qilish maqsadida uni yaqin qarindoshlari, aka-ukalarida ham tekshirib ko'rilganda lipoprotein A ning miqdori 50 dan yuqori ekanligi aniq bo'ldi. Aynan shunday bemorlarda infarkt bo'lish, insult bo'lish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Agar siz ushbu lipoprotein A analizini topshirgan bo'lsangiz va uni miqdori 50 dan yuqori chiqadigan bo'lsa, endi nima qilish kerak? Xolesterinlar ichida lipoprotein A dan tashqari boshqa yomon turdagi xolesterinlar deb ataymiz. Ushbu xolesterinlar ham tomirda ateroskleroz jarayonlarining rivojlanishi uchun asosiy qurilish materiali bo'lib hisoblanadi. Tomirlarni ichki qismini shikastlanishga olib keladigan, qon bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni normal ko'rsatkichlarga tushirish. Agar qondagi glyukoza miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni normal miqdorlarga tushirish yoki zararli odatlar, chekish, alkogol iste'mol qilish ham tomirlarda shikastlanishga olib keladi. Mana shu narsalardan saqlanish tavsiya etiladi. Hozirgi kunda qondagi lipoprotein A ning miqdorini tanlab, maxsus kamaytiradigan dorilar mavjud emas. Lekin ko'pchilik dorilar o'rganish jarayonida. Hozirgi kunda dorixonalarda mavjud Repata dorisini olishimiz mumkin. Bu tekshiruvlarda lipoprotein A miqdorini kamaytirishi, demak bir qancha tekshiruvlarda, tadqiqotlarda isbotlandi. Biz ham bemorimizga ushbu Repata ukolini har 2 haftada olib turishni tavsiya etdik. Bundan tashqari ushbu tomirlarda rekonstruksiya, ya'ni operatsiya masalasi yoki stent qo'ydirish masalasini hal qilish maqsadida qon tomir xirurgiga murojaat qilishini tushuntirdik. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, kimni oilasida yoki kimda erta yoshda infarkt, insult holatlari kuzatilgan bo'lsa, albatta qondagi mana shu lipoprotein A miqdorini tekshirish juda ham muhim hisoblanadi.